Xo'p, qaynab turgan soqani hop muzga qo'yapti. Ha, muzni soqaga qo'yapti qaynab turganga. Hop, yaxshi. Eritib yuboradi, 100%. Qip-qizil cho'q bo'yapti-ku. Endi aylantirib qo'yapti. Ha. Lekin maza qilyapti shu. Buni kim qiladigan bo'lsa ham, lekin men o'zim ham, shaxsiy o'zim maza qilaman. Maza yaxshi ko'raman shunaqa narsalar qilishni. Ayniqsa qish kunlari tabiiy muzlarni shu tomlarda sumalaydirdik. Shularni eritishni yaxshi ko'rardik. U hali ham issiqligicha turibdi. Qizil turibdi hali ham. Cho'qmi yo o'zi tabiiy rangi shunaqami ekan? Ha, tabiiy rangi shunaqa ekan. Tabiiy rangi shunaqa ekan. Qoyil lekin. Xo'p, bunisida endi sinayapti, xo'p. Nimalar dosh berar ekan deb. Rezinka. Oddiy yoz issig'iga dosh bermaydi-ku, yirib yumshab ketadi. Ha, bu ham yonib ketdi. Hop, keyingisi krem. Krem idishi bilan ekan, hop. Chidamaydi-ku, dosh bermaydi umuman. Yonib ketadi. Ha, teshib ham o'tadi hozir. Ichida qaynatib kremni, ha, teshib o'tdi. Hop, keyingisi nima ekan? Machalka. Machalka endi прикольныйroq. Hop, teshib o'tdi. Hop, keyingisi sovun ekan oxirida. Hop, ko'pirib ketdi sovun. Teshib o'tarmikan sovuni? Hop, qani ko'pirdi, qolib ketarmikan o'rtasida? Ha, yo'q, bu ham teshib o'tdi.